payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga siz o'zingizni muhabbatliman, ya'ni u kishini yaxshi ko'raman deb ayta olasizmi? Mana shu narsani sizdagi muhabbatni o'lchash uchun o'zi muhabbat qanaqa bo'lishligi haqida bir ajoyib kitob bor. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muhabbat haqida 101 qissa. Siz aytishingiz mumkin, men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida, sahobalar davrida bo'lganimda boshqacharoq muhabbatliroq bo'lardim. U kishi bilan ya'ni ko'rganda boshqacha bo'ladi, muhabbat kuchliroq bo'ladi deyishingiz mumkin. Lekin e'tibor bering, ulardan keyingi, ya'ni sahobalardan keyin tobiinlar, taba tobiinlar yoki bo'lmasa ulardan keyingi musulmonlarni ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qanaqa muhabbatli bo'lganligi haqida ajoyib qissa bor. Bu yoqda qissa ko'rinishida yozilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muhabbatini, ya'ni siz o'zingiz bu kitobni o'qib, o'zingizdagi muhabbatni bu voqealar har xil joylarda, har xil holatda bular qanaqa muhabbatli bo'lganligini ko'rishingiz mumkin va o'zingizdagi muhabbatni o'lchab olasiz. Siz uchun shikara bo'ladi.